O'zbekistondagi pensionerlar darhol ogoh bo'ling, hozirgina siz uchun xushxabarlar tarqaldi. Ushbu tarqalgan xabar ko'plab o'zbekistonliklarning hayotini o'zgartirib yuborishi tabiiy. Aziz fuqarolar, ushbu xabarga bee'tibor bo'lmang, albatta videoni tomosha qiling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda eng ko'p pensiya qaysi viloyatdagi pensionerlarga ajratilgani ma'lum qilindi. O'zbekistonda avgust oyi uchun jami 4,2 ming nafar pensionerlarga 6,7 trillion so'm miqdorida pensiya to'lab berildi. Bu haqida Pensiya jamg'armasi ma'lum qildi. Mamlakatdagi eng ko'p pensionerlar Samarqand viloyatida 443 ming nafar, Farg'ona viloyatida esa 494 ming nafar inson qayd etilgan. Avgust oyi uchun mazkur hududlar uchun har biriga 700 milliard so'mdan ortiq pensiya mablag'lari yo'naltirilgan. Respublika miqyosida eng ko'p pensiya Toshkent shahridagi pensionerlarga to'langan. Jami 823.9 milliard so'm. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlariga ko'ra, poytaxtda 371 ming nafar pensioner ro'yxatdan o'tgan. Eng kam pensiya oluvchilar va ularning oladigan mablag'lari esa Sirdaryo viloyatida qayd etilgan 107 ming nafar 175.9 milliard so'm to'langan. Shu bilan birga Jizzax viloyatida ham ulush nisbatan past bo'lib 143 ming nafar pensiya oluvchilarga 218 milliard so'm ajratilgan. Qolgan hududlarga to'lovlar va pensionerlar soni quyidagicha: Toshkent viloyatida 607 milliard so'm 377 ming nafar, Andijon viloyatida 541 milliard so'm 391 ming nafar pensioner, Qashqadaryo viloyatida 596 milliard so'm 376 ming pensioner, Namangan viloyatida 449 milliard so'm to'langan 328 ming pensionerlarga, Xorazm viloyatida 349 milliard so'm 228 ming pensionerlarga to'langan, Qoraqalpog'iston Respublikasida 355 milliard so'm 222 ming nafar pensionerlarga to'langan, Navoiy viloyatida 229 milliard so'm 140 ming pensionerlarga to'langan. Avvalroq ma'lum qilganimizdek, ushbu ko'rsatkichlar respublikadagi jami pensionerlar soni to'liq ifodalanmaydi. O'zbekiston hududida muhofaza qiluvchi organlar tizimlarida pensiyaga chiqqanlar hisobi va to'lovlarni alohida yuritiladigan, shuningdek, joriy yilning 28 avgust kuni mamlakat aholisi soni 38 million kishidan oshganini ma'lum qilamiz, deyiladi xabarda.